Assalomu alaykum barchaga. Bugungi o'yin birinchi vaziyat haqida aytib o'tmoqchiman. Bu o'yin qizil kartochka bilan boshlanishi kerak edi. Buni hozir o'zimga ham ko'rsatishdi, ko'p muhokama qilishyapti buni. Buni qizil bermaslikda menimcha hech qanaqa bir boshqa yo'li yo'q edi. Ikkinchi esda qolarli narsa biz uchun Bobur Abduxoliqovning momenti. O'sha uchun biz bugungi o'yinda birinchi gol urishimizga kerak edi. 100% vaziyatni Bobur amalga oshira olmadi. Ikkinchi bo'limda biz orqada edik. Xato bilan albatta o'z darvozamizda gol oldik. Juda qo'pol xatoga yo'l qo'yib. Ikkinchi bo'limda ko'p o'zgarishlarimiz, sxemada ham, tarkibda o'zgarishlarimiz, yoshlarda shijoat bilan chiqishi ham bugungi o'yinda o'sha durang natijaga munosib hissa qo'shdi deb o'ylayman. Bunga bir sababi bor. Biz Dinamo jamoasini ikkita o'yinni ham tahlil qilganimizda Dinamo jamoasi 60-70 minutlardan keyin o'yinida pasayish juda ham ko'rinayotgan edi. Bugun ham xuddi shunday bo'ldi. Biz bundan unumli foydalandik deyman. Ro'zg'orga odatda O'zbekiston jamoalari uchun Nasafdan ochko olish, ayniqsa Samarqand uchun oxirgi yillarda bu g'alabaga teng narsa bo'lib qoldi, lekin bugun Nasaf durang qayd etgandan keyin, Nasafning goldan keyin golni bunaqa nishonlashingizni to'g'risi men birinchi marta ko'rishim. Bunaqa emotsional nishonlashingizni. Qiyin o'yin o'tkazib turdik. Bizga gol juda ham muhim edi. Yoshlarimizda chiqib bugungi o'sha golga munosib o'zlarini hissa qo'shgani, yaxshi o'yinga kirishib ketgani meni ikki barobar xursand qilgani uchun yigitlar bilan birga golni nishonlashga yugurib bordim. Shu. Bu savol g'alati tuyulishi mumkin. Mana boshqa jamoaga baho bermayman deyishingiz mumkin. Lekin siz mutaxassis sifatida Dinamo jamoasini shu yil jalb qilgan legionerlari haqida bir ikki og'iz fikr bildira olasizmi? Qanaqa sifatdagi? Chunki o'tgan yilgi tarkibda o'zgarishlar bo'ldi, ko'pi ketdi. Masalan, Urugvaydan keldi, Argentinadan, Gana futbolda o'ynagan mana. Ya'ni bular sifatlimi, o'rta darajadagimi? Endi hozir biz ikkita o'yinni tahlil qilib ko'rdik. O'yinlarda bu futbolchilar o'zini yaqqol ajralib turgan jihati bilan ko'rinmadi. Bugungi o'yinda ham o'sha ajralib turgan yo'q. Lekin bu ikkita o'yin bilan baho berib bo'lmaydi. Butun mavsum ko'rsatadi. Men o'ylaymanki, murabbiylar shtabi bularga ishonib, bularni o'sha hamma tarafini chamalab olib, jamoaga taklif qilgan. Ko'ramiz, vaqt ko'rsatadi. Ro'zg'orga sizdan bu narsani so'ramasak bo'lmaydi. Mavsum o'rtasida katta transferlar bo'lib klublarda, lekin bir xabar bo'ldiki, hammasini yopib ketdi. Mana shu O'zbekneftgaz homiylikni to'xtatgani. Ayniqsa Nasafga homiylik qilishni to'xtatgani bu muxlislarni shokka tushirdi desa ham bo'ladi. O'zbekistonning eng kuchli jamoalaridan biri asosiy homiysiz qolishi klubning kelajagiga savollar paydo qiladi albatta. Shu moliyaviy ahvol haqida va keyingi rejalar bu jamoaga qanday ta'sir qilgani haqida aytsangiz. Avvalo aytishimiz kerak, nimaga va Nasaf jamoasi nima yutuqlarga erishgan bo'lsa, barchasida o'sha Neftigazni bizni jamoamizni qo'llab-quvvatlagani orqali bunga erishdik. O'sha uchun biz o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Chunki faoliyatimizni juda yaxshi qo'llab keldi bizani moliyaviy tarafdan ham, boshqa tarafdan ham. Hozir shunaqa bo'ldiki, biz o'sha homiylikdan o'sha kechdi deylik. Lekin Qashqadaryo viloyatimizda bilasizlar, imkoniyati ancha yuqori. Viloyatimiz rahbarlari futbolimizga befarq inson emas, o'zlari futbolni juda yaxshi ko'rishadi. O'sha uchun jamoani har tarafdan qo'llab-quvvatlab turibdi. Ro'zg'orga dastlabki o'sha turdan keyin yetakchilar, umuman chempionat faoliyatlari haqida qandaydir xulosalaringiz bormi? Xulosamiz qanaqa endi? Xulosa bitta, barchamiz bilamiz, qaysidir jamoalarda o'sha mahoratli futbolchilar, yaxshi tarkiblar, ikkita tarkib kuchli tarkibga ega jamoalarimiz bor. Lekin boshqa jamoalar ham qarab turmaydi. Menimcha bu yilgi mavsum har doimgidan yaxshiroq o'tadi. O'sha yuqori o'rinlar uchun kurash yaxshi kechadi deb o'ylayman. Ro'zg'orga bir necha kundan so'ng O'zbekiston Superkubogi bo'lib o'tadi. Paxtakor ikkita o'rtasida. Mana shu uchrashuvda kimni favorit sifatida ko'ryapsiz? Mutaxassis sifatida fikringiz. Ikkita teng tarkibga, kuchga ega jamoalar. Hozir ikkalasi ham aytaylik juda ham optimal formada emas deb bilamiz. Endi mavsumning boshi. Menimcha qaysi jamoaga omad kulib boqsa, o'sha jamoa g'alaba qozonadi. O'sha uchun ikkalasiga ham teng baho bera olaman. Tushunarli.
Rozg'ul aka, O'zbekistondagi futbol maydonlari bilan bog'liq muammo haqida ham mutaxassis sifatida fikringizni bilmoqchiman. Masalan, Oznasaf ham o'z maydonida o'ynamayapti. Shu bozordagi o'yinni ko'rdik, maydon ahvolida. Bu maydonsizlik PFL juda yuqori talab qo'yib yubormayaptimi? Talab qo'ygani juda ham yaxshi, men o'ylayman, chunki sifatli futbol o'ynash uchun yoki o'sha futbolimiz sifatli ko'rinishi uchun yaxshi maydonlar kerak. Bu talablar menimcha to'g'ri qo'yilyapti. Prosta jamoalarda bu faoliyatda bu narsaga chuqurroq e'tibor qaratish kerak. Iqlimdan kelib chiqish kerak. Endi iqlim to'g'ri, bizda bu oson narsa emas. Iqlim o'sha maydonlarning holatini yaxshi holatga olib kelish uchun anjoqlik qilishi mumkin, lekin biz harakat qilishimiz kerak. Chunki futbolimizni butun jahonda e'tiborga taraflari bor, bizni futbolimizni ko'rishadi. O'sha uchun sifatli maydonlarda yaxshi translyatsiyada o'tish kerak bu o'yinlarimiz. O'sha uchun men o'ylaymanki, PFLda talablari to'g'ri. Endi qaysidir jamoalarda hozir o'sha stadion bilan o'sha rekonstruksiya yoki boshqa bir muammo bilan shunaqa o'yinlar bo'lib turibdiki, o'ylaymanki, hammasi joyiga tushib ketadi. Shunaqa. Rozg'ul aka, o'sha Akrom Komilov o'sha chap himoyasiga olib kelingandi, lekin ko'plab o'yinlarda u zaxirada qolyapti. U Sharaf Muhiddinov o'rniga o'ynayapti. U o'yinga hali to'liq jamoaga kirishib keta olmadi, yo formasida muammo bormi? Uni bilasizlar, o'tgan yili o'sha jarohat operatsiya qilingan edi. Endi holati kelish uchun bu birdan bo'lmaydi. Biz bilan yaxshi mashg'ulotlarga qatnashyapti. Albatta imkoniyat bo'ladi unga ham. Sharof Muhiddinov bizda agar sxemamizga e'tibor qaratgan bo'lsanglar, biz 3 ta himoyachi bilan o'ynayapmiz. Sharof chap himoyachi emas, balki o'sha chap winger sifatida maydonga chiqyapti. So'nggi savol, G'olib Qaybullayev haqida darhol uni javob sezdingiz menimcha, bu jiddiy emasmi? Yigitlarda o'sha Sho'rtan bilan birinchi o'yinda Xorazm bilan o'ynagan o'yinda maydonda ko'p o'yinchilarimizda o'sha maydonning holati, sifati yigitlarni o'sha muskullariga ta'sir qildi. Faqat unda balki Alibekda ham ozgina o'sha narsa bor edi. O'sha uchun Alibek birinchi taymdan keyin almashtirishga majbur bo'ldik. Vaqtni ham bezovta qilgani uchun biz yosh yigitni bugun maydonga chiqarish kerak. Shu savolni davomini bersam bo'ladimi? O'sha So'nggi savol. Ko'rdik. O'yinchi yugurib ketayotdi, masalan, Almaz Hojimirzayev orqasiga kelyapti, agar teginmasa ham u chiqarmoqchi edi, risk qilmasdan. U keldi, salgina nima qildi, yiqildi. Shu jarohat olib chiqib ketdi-da, u o'sha yugurayotganda ham biz bu yoqdan tepadan qaraganda ko'rdikki, futbolchini ahvoli yaxshi emas edi. To'pga borayotgan nimasida yugurishida. O'sha Anvar bilan bo'lgan vaziyatgacha u bizdan o'sha almashtirish so'rab turgan. O'sha uchun o'sha vaziyatda u oxirgi o'sha kuch imkoniyati bilan juda ham harakat qildi outga chiqarishga. Bu ham biz uchun ma'qul bo'ldi, chunki Anvar bu vaziyatdan foydalanib ketishi mumkin edi agar u to'xtab qolganda. Tushunarli. Rahmat.